opamiz alhamdulillah bir bemorda kelgan edilar. Bizga Allohga shukr, Alloh osonlik beryapti. Bu kishini o'tirgan vaqt Qur'on hamma narsaga shifo. Bu kishi o'tirgan vaqt aytganlar, ukam Almataga, Qozog'istonning qaysi shahriga? Samarqandskiy shahriga o'shanga ham shifo bo'lsin deganga 5 martaga o'qiganga ana birinchi marta qo'llari qanay bo'lgan, keyin ya'ni 5 kundan keyin qo'llari qanay bo'lib, o'zingiz aytib bering opajon. Birinchi marta kelib singlimga ham aytdim. Shuni telefon qilsam agar har kun so'radim. Telefon qilsam agar 5-kunga xursand bo'lib telefon qildi, qo'limni shishi qaytdi. O'g'li vrach, kelinlari vrach. Ular hayratda. O'g'li kelinlari vrach, ular ham hayratga qolgan. 15 yil oldin 2 marta operatsiya bo'lgan edi. Rak kasalidan. Ko'kragidan, orqasidan. Endi qo'liga metastaz bergan deb doktorlar aytgan. Lekin shu kelib, shuni o'tdan aytgandan keyin shu mo'jiza ro'y berib qo'lni shishi qaytibdi. Allohga shukr, sizni duo qilib ketibdi. Yig'lab duo qildi. Kelsa olib kelaman o'zim. Bizni ham duo qilib turinglar. Rahmat opajon. Katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizga.